Men Abdusattorov Fitrat, Andijon tumani Mingyo'rlik mahallasida yashayman. Chetdan qaytib kelganligim uchun ish qidirib, yoshlar yetakchisiga murojaat qildim. O'zbekiston bilan Xitoy kelishib ish qilayotgan joyda ishlayapman. Oylikka keladigan bo'lsak, oyligim birinchi oy 5 million, ikkinchi oydan 8 milliondan 10 milliongacha ko'tarilishi mumkin bo'ladi. Texnika minaman, pogrushchi minaman, yo'nalishda pravam bor. Muhimi ertalab turib keladigan joyim bor, oilamni boqishim, oilaga yordam berishim. Prezidentimizga rahmat, shunaqa ishlar yaratib qo'ygan. Oilaga yaxshi ishlasa bo'ladi, ishdan qochmash kerak, ishlash kerak. Bitta bu yo'nalishda emas, qolgan mehnatlarda ham ishlasa hech kim kam bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi. Prezidentimizga rahmat, bundan xursandman.